itni ishqibozlari, mishiqni ishqibozlariga endi taraf yo'q, baribir boqishadi. Uylarida itni juni, mishiqni juni shunaqalar ko'payadi-da. Ayniqsa mana unaqa divanlarga shunaqa nimalar yopishadi, itni juni, mishiqni juni. Shuni yo'qotishda hozir layfhakini ko'rsataman. Chunki u divanga, to'shaklarga, bolishlargacha endi mishiq itlar o'tiradi, yotadi, junlari kirib qoladi. Uni shipirga ham olmaydi, cho'tga ham olmaydi, pilasosda ham olib bo'lmaydi. Mana hozir men pilaman. Даже строительный pilasos ham bu nimani ololmaydi. Строительный pilasos ham mana u mishiqdan, itdan qolgan junlarni ololmaydi. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana junlar. Mishiqdan, itdan qolgan mana unaqa nimalar qoladi-da baribir uyda. It boqadigan, mishiq boqadiganlar o'zlari biladi mana. Hammasini uyida mana shunaqa junlar, itdan, mishiqdan qolgan junlar shunaqa bo'lib turaveradi. Uni cho'tga ham olmaydi, nima ham ololmaydi. Mana divanlarda mishiqdan qolgan nimalar. Men строительный pilasosni ishlataman. Строительный pilasos ham olmaydi, mana turaveradi. Turaveradi baribir. Endi men shuni qanday qilib nima qilishni yo'lini ko'rsataman. Mana hammani uyda ham bo'ladi, ko'pchilikda bo'lmasa magazinlarda bormi unaqa oddiy строительный skotch. Shu строительный skotchni mana shu divangami, to'shakgami shunday qo'ysizlar, mana shunday qilasizlar. Shunday qilasizlar divanga, mana shunday qilsalaring, mana junlarni ko'ryapsizlar, mana ko'rinyaptimi? Bor nimani kirdi, changdi, hattoki o'sha mishiqdan, itdan qolgan junlarni hammasini o'ziga olib oladi skotch. Mana skotch bilan shunday tozalangandan keyin mana divanda qolmaydi mana. Mana bor jun nimalar bunga o'tib oladi. Bu lifehackni hozir men har xil yo'l bilan tozalab ko'rib, shuni o'ylab topdim. O'ylab topganimga endi kim it boqsa, mishiq boqsa boshqalarga ham jo'natib qo'yasizlar. Meni kanalimga a'zo bo'lib qo'yasizlar, laykni bitta bosib qo'yasizlar-da endi. Yana qiziqarli layklardan qo'yib boraman.